Assalomu alaykum. Mevzular kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa navbatda ishimiz Hakan City'ga bo'ldi. Ustanovkasini tugatdik. Xudo xolasa o'z egalariga topshirdik mevalarimizni. Qisqacha arzonini beraman. Mevalarimiz materiallar akrildan bo'lgan. Razmerlari 4 metr bo'lgan. Stollarning ustiga rossiyskiy starchinni ishlatganmiz. O'sha mashallah vakuum metallchi bo'lgan. Sushulkan tepasiga mo'ykan tepasiga sushulkalar ishlatganmiz. Bu yerga mo'ykalarni qora mo'yka, dozatorlari, setka, sushulkalari bilan qo'yib berganmiz. Bu yerga qo'shimcha tortni qo'yib berganmiz. Tortlarga yopilishlarga e'tibor berasizlar. Uni ovoz chiqarib yopilmaydi. Bu yerga gaz vechkasini joylashtirdik, hurmatli obunachilar. Hop, bu yerda xolodilnikni joylashtirib berganmiz. Bu yoqda kotelni devor ekan, devor yonboshga bu tarafini o'rab berdik. Bunisini ikkita qanot ochiladi, lekin bir qanot ochilmaydi. Poligonli borligan hisobiga. Bu mevalarimiz polniy ruchkasi varianti bo'lgan. Faqatgina bu shkafiga push mexanizmi qo'yib bo'lmasligi uchun shuni hisobiga ruchka qo'yib berdik. Tepalariga ham e'tibor berib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Dekorativniy profil oynalardan qo'yib berganmiz. Bu oynalarimizni zakazga tayyorlab, alohida kimga ma'qul kelgan bo'lsa, klient xohishiga qarab qo'yib beramiz, hurmatli obunachilar. Xo'p, mevalarimizni orqalariga kartonga granitdan foydalanganmiz. Chak kamroq tushadi, katta bo'lib chiroyli. Mevalar chiroyli, yana bir chiroq qo'shadi. Xudo xolasa. Xo'p. Yani aytib o'tadigan narsalarimiz, mevalarimizni narxiga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda razmeri 399 joyga bo'ldi mevalarimiz. Kaspultadan bu yoqqa shkafgacha xolodilnikka chiqarib olganmiz 40 sm. Bonus bo'ladi o'zi aslida 3-etaj borligi uchun 20 sm mevalar razmeriga qo'shganmiz. Bir pagonning metrini hozirgi kunda 3 million so'mdan tayyorlab beryapmiz, hurmatli obunachilar. Akril materialdan tayyorlayapmiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bepul. Hop, bunaqa oynalar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mevalar puldan tashqari alohida qo'shiladi. Hop, alohida bunga qo'shib joyiga qarab turib pul chiqarib, hurmatli obunachilar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.